O kepay bilan o't beruvdim. Hozir Osiyo. Mana tort. Tort. Kamran, tort. Fix bo'lmayapti shu. Whoa. What get there? Solamaz. Молодец. Nasıl katta kız bo'ladi oqa. To'shimiz salat berdi. To'qqa beramiz. Qandaysizlar, to'g'rilar? Sizlar semirib ketyapsizlar, bilasizlarmi? Qoch, tutu ham qiladi. Ana suv oqib ketdi. Qoch. Nimasi beryapti? Ha, apuchi. Senga ham beraymi, yeysanmi salat? Olchi, yeysanmi? Buni ham qo'shnimiz bergan. Aytaman, qo'shnilarimiz yaxshi deb. Ertayman seni, oxirdan sen tursan. Nima bormadinglar? Svet yo'q. Nima bo'ldi? So'ridagi choynakni olib kel. Nima? So'ridagi choynakni olib kel. O'zingni bas, shayton shu.
Siz de kokuyor. Turmasın, uxlasin hadi. Nada qayishimiz kerak bo'lgan, yana ertaman. Mana endi ushlab ol birinchi qavatini. Qo'yib ber. To'xta endi bu yog'ini bitib olay. Endi mana yoqdan qo'lingni tiqib, ko'rpachani paxtasi bilan birga avaylab olib chiqib ket. To'xta. Qoch. Ya? Qachongacha o'tirmoqchisan joyingga? Shoshilma. O'zini olib ketib, paxta qolib ketmasin. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshi tomondinglarmi? Bizda yangilik, Osiyo qizda yana issig'i chiqyapti. Yana meni qo'rqitib ko'chamizni tuzatyapti ekan. Shunday yerni zirillatib, qanaqadir traktor yoqdan bu yoqqa o'tib kelyapti. Har zirillaganda o'zim qo'rqyapman. Eshakday semiz ayol bo'lsam ham cholim yo'q, qo'rqyapman bir o'zim. Derazalarni, eshiklar, servantlarni dirillatib ketyapti. Bu tayyor asfaltni buzib bilmayman nima yasamoqchi ish qilib biz uyimizni qulatmasa bo'ldi bular. Mana shu matoh. Bo'ldi mana. Bu oq material, arzon material. Buni yechmayman. Endi har doim shunday turadi, 1 yilgacha balki. Mana uni hozir qoplaymiz. Mana bitta. So'rini 4 chekkasiga qilgan ko'rpachalarimdan hali birinchisi bitdi. Osiyoni sharofati bilan buni ko'p yig'lagani uchun bitmay qolgani. Ertaga bitta xudo xohlasa. Asi qizim. Assalomu alaykum. Asi. Asi. Assalomu alaykum. Voy, kaka qizim. Yangi loviyalar hisob manpar qilyapman. Pomidoram yangi, unchalik ovqatga chiroyli rang bermayapti. Endi qip-qizil bo'lyapti-da pomidorlarimiz. Salat boshlab qo'yganman. Keyin davom ettiraman. Hozircha boshqa ishlarim bor. Hozir mana bu manparga bitta tuxumni o'zi xamir qorib qo'yaman, yoyib keyin solaman. Bitta tuxumdan xamir chopib qo'ydim. Yoyib keyin kesaman. Terlab yotibsan. Bu holingda tushsang kasal bo'lasan. Yelingmen deyman. Yo'q, bo'laman. O'ynamagin hadi. Soching terlab yotib, shuni suvga tushsang kasal qiladi ter. Yo'q. Kebabni olasizmi? Yo'q. Jim tur. Makoy bilan qilamiz. Eshitdingmi? Zir. Mana. Men qarachi. Xip chizganda. To'xta. Chiqmoqdan keyin.
chiqib beradi. Soldik xamirni. Kes. Bu yerda biz kechki ovqatni soat 9larda, 8:30-9larda yeydigan bo'lsak, ana shu paytlarda ish boshladi. Ko'chamizga asfalt yotqizishdi. Mana qanaqadir begona odam, begona mashinalar kelib, ovozi juda shovqin, shuning uchun bezuk qilib, o'zim tashqaridan gapiryapman. Tungi 11-12 gacha eshigimizni oldidan qo'shilamiz, eshigini oldidan o'tib ketguncha rosa shovqin qilishdi va keyin ko'chani boshiga o'tib qilishdi. Asfalt qiluvchi mashinalar soat tungi 11 gacha ishlab taqir-tuqur qilib, uyimiz oldidan asfalt qilib o'tib ketib uyqu bermadi. Endi uxlab ko'zim ilingan ekan. Osiyani quchoqlay desam, yonib yotibdi issig'i chiqib. Skoriy chaqirdik. Keldi, ukol qildi. Skoriyni kuzatib qo'ydim. Ko'chaga chiqsam, baladay asfalt qilib o'tib ketib, ko'chani tepa boshini qilishyapti ekan. Ko'rinib turibdi. Tuni bilan ishlayapti. Hozir soat 4 bo'lyapti. 10 minut kam. Biz uxlamadik. Osiyani issig'i tushib, pichini yeb, multfilm ko'rib o'tiribdi hozir. Osiyani olmayapman, kiyimi yo'q ustida. Faqat pampers o'tiribdi. Xayrli tun deyiladimi bu, bilmasam.